Raqamlar, sonlar va insoniyat. Raqamlar va sonlarning evolyutsiyasiga qaraymiz va insoniyat hayotidagi o'rniga qaraymiz. Birinchi, inson qachon sanashga ehtiyoji bo'ldi? İnsanlar masalan tasavvur qilinglar, birinchi hayvonlarni boqishni bilishmagan, keyinchalik o'rganishgan. Keyin bu hayvonlarni boqib kelganda, dalaga aytaylik, boqib kelib, qaytib kelganda birortasini bo'ri yeb ketgan yoki yo'qolib qolgan. O'shanda hayvonlarini, qo'ylarini sanashga majbur bo'lishgan, ya'ni bunga ehtiyoj sezishgan. Keyin raqamlarga ehtiyoj sezishgan. Bu sizga hozir oddiy holdek tuyulishi mumkin, sanashni hamma biladi, lekin o'shanda insoniyat uchun raqamlar paydo bo'lishi katta yangilik bo'lgan. Xuddi iPhone 18 yoki 17 chiqishida yangilik bo'lgan. Keyin rim raqamlari paydo bo'lgan. Rim raqamlari mana bunday shaklda bo'lgan. Masalan, 1 qo'l inson barmoqlaridan foydalangan 1, 2, 3 shu shaklda sanab boshlagan qo'ldagi mulklarni. Masalan, men bunday qilganda 5 ga o'xshab turadi. Rim raqamida mana bu 5 shunday shaklni bildiradi. Qo'shish va ayirish qoidalari kelgan. Masalan, 5 ni oldiga bitta tayoq qo'ysa 4 bo'lib qoladi, 5 ni orqasiga bitta tayoq qo'yilsa 6 bo'lib qoladi. Lekin bu raqamlar juda qiyin bo'lgan, noqulay bo'lgan. Masalan, 2026 degan 2026-yil bo'lgani uchun 2026 degan sonni yozish uchun 2 ming mm yozdim. 2 20 x soni 10 ni ifodalaydi, 20 va 6 sonni ifodalash uchun 5 va plus 1. Oho, juda qiyin, juda ham qiyin bu va noqulay. Shuncha narsani yozib chiqishingiz kerak. Va eng asosiy kamchiligi 0 soni bo'lmagan rim raqamlarida. Ya'ni yo'qlikni ifodalash uchun nima uchun bizga raqam kerak deb o'ylashgan. Yo'q narsa bo'lsa, uni qanday qilib raqam bilan ifodalaymiz degan mantiq asosida 0 ni qo'yishmagan. Va katta qilib keyin tatam arab raqamlari dunyoga kelgan. Ya'ni arab raqamlari, nomi arab raqamlari bo'lsa ham aslida Hindistonda kashf qilingan. Hindistonda kashf qilingandan keyin Al-Xorazmiy uni yanada takomillashtirib, rivojlantirib, keyinchalik Yevropaga tanitib boshlagan. Ispaniya birinchi tanigan, keyin Yevropa, butun Yevropa tanib bo'lib, Al-Xorazmiy arab tilida tanitgan bu raqamlarni, shuning uchun arab raqamlari deb nom qolgan. Va bunda 0 raqami bor. Eng asosiy yutuqlardan bittasi o'sha. Va ko'paytirish, qo'shish, bo'lish amallarini qiynalmasdan bajarish mumkin. Va hozirgacha mana shu raqamlarni ishlatyapmiz.